Mo'mina? Voy tavba qildim. Bu qizni qulog'i garaymi bilmayman. Soat 5 bo'ldi, hali ovqat tayyor emas. Mo'mina dedim. Voy asablarim shunaqa yomon bo'lib ketyapti. Oyjon, chaqirgan ekansizmi? Oyjon, ojdamlab o'tdim, eshitmay qolma, kechiring. Oyjon, kofe damlab kelingmi? Har doim asabiylashsiz Dexonning kofelarni ichasiz, xos damlab kelaman, Oyjon. Voy. Voy, hali men chakkaga o'chirib qo'ymoqchimisiz? Bilaman. O'zim olganman-ku Dexon. Keginchi o'sha kofem yarimta bo'lib qopti. Mabodo oyiznikiga tashib yubormadingizmi? Ha? Yarimta qopti. Qani damlab keling-chi bitta. Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Mana kofe issiqini damlab keldim. Ichib oling, Oyjon. Faqat Oyjon, bitta yomon xabarim bor edi. Nega? Kecha Oyjonim men mazalari bo'lmay boshlari og'riyotgan ekan, o'sha Dexonning kofeyidan ikkita pochka berib yubordim, chiqarib yubordim dastavka qilib. Xafa bo'lmang, Oyjon. Ha, bo'pti, so'ramasdan ish qilasiz, uni qil. Boring ishingizni qiling. Xo'p, Oyjon. Voy, mana shu Dexon kofesini ichsam mazza qilaman, ayniqsa charchab kelganimda men kelinlarga baqirganda juda mazza qilaman. Mana kofelarimdan pismiyib onasiga berib yuboribdi. Voy, Mo'minaxon, men bu sovundan ham bering. Oyizni qilayotganlar, qudam chiroylisiz, qatdan yuzingiz chiroyli deb o'zlari xunuk yuzlari. Bittasini bera qoling. Chiroyli bo'lsinlar ular ham.